Ukam menga arzon chek chiqib qolsa aytib qo'y. Chekni faqat menga Aravoni sentrga yaqin joyda bo'lsin, asfalt yo'lda bo'yida bo'lsin, sveti yonida bo'lsin, mana bu asfaltni yon boshidan granti o'tgan bo'lsin degan akalarimiz qanisa. Sizlarga 5 sotiylik chekimiz sotuvga chiqyapti, razmerlari ham zo'r, ayniqsa mana bu yo'lni bo'yida. Bunaqasiga 22 metr va bunaqasiga 23 metr bo'lib qolyapti. Tekizligi o'rta holatda, mana shu holatiga ham bemalol uy solsangiz bo'ladigan holatda. Akalar, chekni adresini aytaydi, adresi ham maqtanadigan joylarda. Aravonni sentrdan uncha uzoq bo'lmagan, Kamnuzumni masjidlarini ko'rsatib qo'ying-da, Kamnuzumni masjidlari ko'rinib turibdi. Bu joyimiz qayerda ekan uka deganlarga, Charvoq bor, o'zimiz Aravon rayonidagi Charvoqqa yetmasdan chap qo'lga kirgan ko'chalarimiz bor. Ana shu ko'chadan to'g'ri chiqib kelsangiz, mana shu chekimizga kelamiz. Maktab, bog'chalar yaqin bilamiz. Maktab, bog'cha, больницаga uncha uzoq bo'lmagan joyda bemalol maktab, bog'chalarga farzandlaringiz piyoda borib kelsa bo'ladigan. Mana bunaqasiga esa haligi Bahram domlamizning masjidini bilamiz, madaniyatdagi. Ana shu masjid yonidan kelgan ko'chadan kelsak ham bo'ladigan holatda. Charvoqning yonbosh tarafida qisqasi. Akalar, chekimizni endi dokumentlarga keladigan bo'lsak, dokumentlari toza, xudo xolasa, egasida dokumentlarini mana ulardan polni tekshirdim va tundugiga tushgan dokumentlar. Chekda dokumentlarda problemasi yo'q. Endi puliga keladigan bo'lsak, arzon chiqyapti akalar, arzon chiqyapti. 2.300.000 so'mga qo'yyapmiz. Egalarining nomerlarini qoldirib ketyapman. Egalariga telefon qilib, champiozlarni gaplashib olamiz. Bu shashilish turida oladigan chek. Nimaga uka desanglar, bunaqasiga 22 metr, bunaqasiga 23 metr va yo'lda bo'yidagi birinchi chekimiz bo'lib qolyapti. Akalar, bemalol bu yerga ikkita o'g'lingizni ham joylasanglar bo'laveradi. Like bilan podpiska esinglardan chiqmasin, mana shunaqa arzon cheklardan qolib ketmaslik uchun. Rahmat.